Ko'pchilikdan kelayotgan savollardan biri bu peshona qismidan teshib olinish natijasida yuzaga keladigan holat, ya'ni chertma hijoma to'g'risida bizga savollar kelyapti. Chertma hijoma qanday kasalliklarga foyda? Birinchi navbatda bosh og'rig'i, davleniya, cherpnoy, migren, sababsiz bosh og'rig'i, qo'lovdagi shovqin, boshdagi g'um holatlarga juda foydali bo'ladi. Chertma hijomi peshona qismidagi vena qon tomirini teshib olish natijasida qonni olinadi va bosh qismini ichidagi miyani ichki bosimini tushirishga yordam beradi va o'zingizda yengillik his qilasiz. Chertma hijomi tabiiy usul bo'lganligi uchun uni qarshi ko'rsatmasi odatda yo'q, bemalol qo'rqmasdan olsanglar bo'ladi. Chertma hijomi bizning muolajalarimizning ichida eng qo'rqinchli, ko'rinishda eng qo'rqinchli bo'lishi mumkin, lekin qilinish jarayoni eng oddiy va og'riqsiz bo'ladi. Chertma hijomi to'g'risida yana eng ko'p kelayotgan savollardan biri bu chertma hijomi yosh va erkak ayol tanlaydimi? Yo'q, yosh ahamiyati odatda yo'q. Masalan, eng yoshi 15 dan tepasi bo'lishi mumkin, erkak ayol bemalol kelsa bo'ladi. Chertma hijomi tabiiy usuli bo'lganligi uchun sekin va uzoq ta'sir qiladi. Dori-darmonlar esa tez va qisqa ta'sir qiladi. Chertma hijomida eng avvalo mana erkaklarimizga qisqa misol qilib aytib beraman. Mashina haydayotganingizda motorini moyini har 8,000-10,000 kilometrda alishtirib turamiz. Masalan, siz aka necha yildan beri qoningizni alishtirmaysiz? Masalan, 40 yildan beri bitta qonni ishlatib kelyapmiz. Bu qon insonni rangiga ham berib olishi mumkin. O'zi aslida siz unchalik qora emassiz. Yuzlaringiz qorayib ketgan bo'lishi bu qon yaxshi aylanmayotganidan, jigar yaxshi ishlamayotganidan bo'lishi ehtimoli juda katta. Shu uchun chertma hijomi, bonkali hijomi, zuluk, venadan olinadigan donorskiy qonlarning hammasini o'ziga yarasha foyda qismlari bor. Chertma hijomi eng asosiy foyda beradigan qismi bu bo'yindan tepa, ya'ni bosh qismi uchun juda foydali. Lekin ko'pchilik so'rashyapti, yana bizga umurtqa pog'onalariga, oyoqlarga foydasi bormi? Qisman foydasi bo'lishi mumkin, lekin asosiy foydasi bor tana bu bosh qismi uchun foyda beradi. Masalan, yuqorida aytib o'tilgan turlarimga, bosh og'rig'ini har qanday turiga bemalol olsanglar bo'ladi. Agar sizda ham shunday bosh og'ruvlari kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol ishonch bilan va ixlos ila bemalol bizning klinikamizga kelishingiz mumkin. Yengillashishingizga inshaalloh 100% garantiya beraman. Yengillashasiz va uyingizga borgandan keyin meni bitta duo qilib qo'yasiz, xudo xolasa, zo'r bo'lib ketadi. Sog' va salomat bo'lib ketinglar.